Hürmetli televizyon hazır körüvatkanlar Şinjan Televizyon Stansı'da Xuyu Medeniyet Takıs şirketi bilen Şinjan Elbidar Medeniyet Media Çeklik şirketi birleşip İmran Halkara Soğudu Çeklik şirketinin kolluşida yolu koygan notuk sözleş tipdeki programma ula şundak deydi. Biz bu programımızda her saha, her kesip tonulgan şahslarını ve şundakla öz kesbi sahasida körlerlik netice kazangan şahslarını teklif kılıp ulanınki kıymet karışları ve hayat keçirmişleri bilen ortaklaşımız. O, Şinjan Üniversitesi Baylık ve Muhit İlmi İnstitutu'nun profesörü. Germaniya Ayıştan Üniversitesi'nin tekliflik profesörü. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluk Bostanlık Ekologiyası Nohtluk Tecrübehanısının tədqiqat tayançısı. Ekologiya ilmi boyunca doktor yetekçisi Ümit Halık. O ilgir keyin bulup, Abdunum Rayon boyunca pen texnik terakkiyatıga alaydı töküp koşkan şahs. Suçılık ilmi texnikisini ilgir sürüş üçün körnerlik töküp yaratkan şahs qatarlıq mukapatlarga erişken. O, devlet işçi ve halkarada 50 qitimden artıq ilmi dokulat bergen. 5 parça kitabı nəşr kılıngan. Devlet işçi ve sırtıdaki jurnallarda 70 parçadan artıq ilmi makalesi ilan kılıngan. İlgir keyin bulup, devlet derecelik tədqiqat türüdün 3'ge, halkara hemkarlık tədqiqat türüdün 5'ge, Abdunum rayon derecelik tədqiqat türüdün 7'siga qatnaşqan, hem riyasetçilik kılıp tamamlagan. Hazırgıça 4 nefer doktor, 20'den artıq aspirant terbiyelep, barlıqını okutuş, şundaqla ekologiya tədqiqatıga begişliğan Molosulluq Armas Bağven Ümit Halık. Bugünkü programımızın aziz mehmini bolsa Şinjan Üniversitesi Baylık Muhit İnstitutu'nun profesörü, ekologiya pelleri doktoru Ümit Halık efendim, kaçalımız. Rahmet. Ümit Halık, yani bizimki ekologiya, muhit tədqiqat sahasındaki köz körüngen alimimiz. Meniki bilişimçe bu şu yakınki 10 neçə yıl jarayonida Germaniya bilen bizning Şinjandagi ekologiya tədqiqat sahasida hamkorlik o'rnatib tədqiqat olib beradi. Bugun riyosetchi azroq boshlab berdi gapni. Aldılan bugungi shu suhbatga qatnashgan har qaysi anglag'uvchilarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman, qimmatli vaqtlaringizni qilib kelibsizlar. Men bu sizlarga o'xshash yosh shu oliy maktab hayotimni o'tkazgan. Bu yil mana biz 50 dan eshitdik. Meningda bir ziyoli burch tuyg'usi bilan bugungi bu suhbatga kelib, hammanglar bilan bir suhbatlashishni muvaffaq topdik. Men bu o'z hayotimda har xil fursatlarga erishib, mayli Germaniya bo'lsin yoki chet elga chiqib o'qish fursatiga erishib, oxiri azir ko'p bilimlarni olib, vatanga qaytib kelib, o'qitish xizmati bilan shug'ullanyapman. Bu jarayonda shu o'quvchilarni sizlarga o'xshash oliy maktab o'quvchilarini tarbiyalash meningcha bizning jamiyatimizning ilgaririlishida yoki milliy safarimizning yuqori ko'tarilishidan aytib muhim deb qarashqa bugun sizlar bilan belgilik bir tema asosida suhbatlashish va bir tema asosida nutq so'zlash maqsadida bu yerga keldim. Ko'pchilikka rahmat. Mening bilishimcha hozirgacha 20 yil jarayonida ekologiyani, muhitni tadqiq qildingiz. Sizga nisbatan aytgan chog'da, bugungi Ümit Halık'a nisbatan aytgan chog'da, ekologiya degan bu so'z, bu uqum nimadan darak berdi? Ekologiya degan bu so'z endi bizga chatdan kirgan, kiritishi so'z. Buni biz endi bak ilmiy nuqtadan sharhlab kelsak, ehtimol asan qabul qilmaslik mumkin, ko'p televizor ko'rishlar. Hammamiz doktorni bilamiz. Doktor odamning tini kasal bo'lgan vaqtida diagnoz qo'yib davolaydigan bir ilm. Ekologiya degan so'z yoki bu ilm umuman tabiatning doktori desak bo'ladi. Umuman tabiat har xil sabablar tufaylidan chekinsa, buzilsa, buni biz qanday davolaymiz, qanday asl keltiramiz. Mushu mantiqida boshqa turadigan, mushu mantiqida tadqiqot olib boradigan bir ilmning umumiy atilishini biz ekologiya deb ataymiz. Odam va
odamni asos qilgan jonliqlar bilan tashqi muhit o'tirsa qandoq organik yoki garmonik munosabat bor. Mush munosabatni tadqiq qilgan fanni biz ekologiya deb ataymiz. Ekologiya ilmining bir alayligi o bir yumshoq fan. Qandoq tur masalan sanoat fanlariga o'xshash, fizik ximiyaga o'xshash bir avtomobilni, bir qo'l soatini yasab jo'zga ochgan bo'lsakmi, biz hukumat siyosat belgilovchi munosabatli o'rinlarga tegishli fikrimizni deyish orqali tabiatda qandoq normalsizliklar ko'rilyapti, qandoq qilsak bundan keyingi sijil taraqqiyotni texmi yaxshi ilib boramiz deganda ba'zi bir fikr talablarni o'tirib qo'yish orqali ko'p pul xarjlaydigan ishni az pul bilan hal qilish orqali ko'p iqtisodni tijab qilish bu sohada bu ekologlarning o'ylaydigan roli nihoyat ko'p. Demek sizniki bayanınızın şu narsa aniq oldu ki siz demek tabiatning doktor ekansiz, ha? Shunday desam bo'ldi ki. Siz bizning tabiatimizni davolash uchun izchil izlanyapsiz. Mushu yaqinqi mezgillarda balkim bizning muhitimizda, ekologiyamizda, ekologiya tunishimizda xeyli ilgirlash bo'ldi deymi? Şinjan ekologiyasining hozirgi ahvolini ikki suratni o'zaro selishtiruv qilish orqali nihoyat jonliq yorqin yo'ritib bergili bo'ldi. Mana bu ekran qarab turibsizlar. Şinjan ekologiyasi faqat nihoyat ko'p xizmatlar orqali hozir nihoyat ko'p yaxshilanishlar bo'lyapti. Masalan, bu o'ng tarafdagi surat shaharlarimiz nihoyat chiroyli qilishyapti. Yashash muhitimiz yeşillashyapti. Lekin bu yeşillashning oqida yana bir nacharlish bor yoki chekinish bor. Bu bo'lsa bo'stonliqning sirtidagi ekologik muhitdan eg'ir chekinishni bo'lib, masalan, bu to'g'roq o'rmonlarimiz eg'ir darajada chekinib ketdi. Garchi bizning kurdig'ini emas, o'zimiz yashayotgan mushu muhitga yoki shahar muhitidagi ba'zi bir yaxshilanishni ko'proq ko'ramiz, lekin bu bo'stonliqning shahrining atrofida qanday chekinish bo'lyapti, bu vaqtga tushunishimiz nisbatan az bo'lyapti. Mana bu ikki rasmni o'zaro selishtirib orqali Şinjanning ekologiyasida hukumat sog'an mablag' va yoki har xil qonun farmonlar bilan nihoyat ko'plagan ishlar bo'lyapti. Iqtisod yukselyapti, muhitmi paydan-pay yaxshilanyapti. Lekin bu yaxshilanish qismanlik, ya'ni ko'plagan buzilish masalalari nihoyat og'ir. Demek sizniki bayanınızın biz bir narsani his qilamiz. Meningcha insoniyat bu ziddiyatdan mangu qutulamaydi. Manfaat bilan qo'g'dash o'tirishsiz ziddiyat. To'g'ri. Bu meselelerge cevap tepiş ve bu meselelerge en ilmi boğan yolsunda qarash tadqiqotlarning en ahırkı neticesi. Hem de muşu ideyaniki yekuni sizin tadqiqot neticengiz. Şu aşka bugün sizniki hayat geçirmişlerinizni ve tadqiqot jarayonlaringizni bilish söhbetimizdeki programımızdaki asası maqsadi. Ondaqda sizniki muşu notlarınızı bir anlasak, bu arqılık biz sizge ve ekologiyaga bir tushuncha hosil qilsak, ha? Merhamet. Rahmat. Ben bayağı qisqacha deb o'tdim. Öz hayatımda sizlarga o'xshash shu o'qish hayotini boshdan kechirdim. Shu munosabat bilan men buni o'zimga ayon o'quvchilarga ko'p so'zlash, ish quyun tash quyun bo'lish mening odam tarbiyalash, hozirgi o'qituvchilik hayotimning muhim bir xizmatlarining birisi. Hamda bizning sizlarga yetkazib turganimiz qandaqdir tanlıq jurnallarda maqola e'lon qilishlar emas, o'zimizning ziyoli tuyg'usi bilan avlodlarga ba'zi bir yangi o'qimlarni tushuntirish va sizlar orqali texnik ko'p ammoga rayonimizning ekologik muhiti va bu vaqtdagi tadqiqot va ba'zi bir natijalarni namoyon qilish bizning burchimiz deb o'ylayman. Shu dunyodagi ekologik ko'zqarash, ekologiya madaniyati haqida qisqacha bilan o'rtoqlashishni ma'qul ko'rdim. Endi bizga ma'lum bu ekologiya degan uqum bay bir qisqacha deb ketdik. Tabiatning doktori degan uqum bilan o'zsin o'xshashmaydi. Biz tabiat dunyosidan qanday qilib ish quyun tash quyun bo'lsak, biz o'zimiz yashayotgan muhitda texnik afzal sharoitga erishalaymiz va tabiatni ko'p ziyon zahmatga uchratmaymiz. Mushu ikki masala o'tirishidagi munosabatni biz o'zimizning asosli mushu ilmning yoki ekologiya degan mushu ilmning asosiy tadqiqot mazmuni bo'ldi. Hamda biz ekologiya haqida so'z ochganda oldi bilan butkul dunyo miqyosida hozir qanday ishlar bo'lyapti bu qisqa so'zlashga to'g'ri keldi. Masalan, buningda klimatning o'zgarish masalasi. Klimatning o'zgarishi qanday bir dunyoviy xarakterlik masala emas, bizning rayonimizdami nihoyat gavdalik. Masalan, Janubiy Shinjon, Shimoliy Shinjondagi tabiiy hodisalarning tabiiy ba'zi bir ofatlarning bo'lishi hammasi shu klimatning o'zgarishi bilan zish munosabatli ahvollar. Masalan, Janubiy Shinjondagi shu nihoyat
daim bo'lib turayotgan hozirgi nima chang tuzanliq havo rayi. Shaharlarimizni chiroyli qurib olamiz. Bina imoratlarimiz, qatnash asarlarimiz yaxshi o'rlashgan. Lekin bizni qiynayotgan bir tabiiy ofat bor. Bu bo'lsa-mu Xinjiangda chang tuzang masalasini qanday bir taraf qilamiz? Bu mu shu hozirgi navbatga ekologiya ilmi javob berishga tegishli bir muhim masalalarning biri. Uningdan boshqa hamda rayonimizga tadbiqlab etilgan bo'lsak, shu insonlar faoliyatining ortiqcha, haddidan chekdan oshgan insonlar faoliyatining ta'sirida daryo ekologiyasining shu chekinishmi gavdalik o'tdi. Men baydab o'tdim. Daryo ekologiyasi umuman insonlarning yashash va hayot kechirishida muhim bo'lgan bir universal gavda. Har qanday bir bo'stonliq, mayli alayliq, Qashqar, Xotan, Aqsu yoki Urumchi yoki Shimoliy Xinjiangdagi har qanday bo'stonliq Xinjiangda umuman ma'lum bir daryo bilan bevosita yoki vositalik holda beqingan bo'ldi. Biz ichadigan ichimlik suvi va boshqa sanoat va boshqa hamma ishlarga ketadigan suv nima? Umuman shu Igizta qarmuzlardan ergan suvning bir daryo eqinini shakllantirib, bo'stonlikka kirishini shakllantirdi. Endi biz bu belgili ko'lamdagi kichkina suvni qanday taqsimlaymiz? Yezgilikka dehqonchilik qanchalik suv bersak bo'ladi? Shahar va sanoatlashish qanchalik suv bersak bo'ladi? Endi bizning muhitimizning qo'g'dilishida alohida rol o'ynaydigan ekologik, masalan, tabiiy o'rmonlar, buningga qanday suv bersak bo'ladi? Qanchalik suv bersak bo'ladi? Bu shu uch xil suvning tangshilishi bizning navbatdagi Xinjiangning amaliyatiga nisbatan intayin muhim bo'lgan, qiyin javob bermak qiyin bo'lgan shu ekologik savollarning biri. Endi uningdan boshqa ekologiya haqida so'zlashga vaqtda yana biz oddiy qilib aytadigan bo'lsak, biz Igiz tog'dagi belgilik igizlikda o'sadigan qarg'ay shamshatni ko'tirib o'xshash bir turni shaharning ichiga tikib qo'ysak, bu ekologik qonuniyatga behurmat qilgan bo'lamiz. Bu tabiatga maslahamaydi, yaxshi o'sanmaydi. O'sgan taqdirda buni qo'g'dash, buni parvish qilish, qilish uchun aslidagi chiqimdan natijasi ko'p chiqim tortib ishlaymiz. Shu munosabat bilan men shu yaqinqi 25 yillik o'qituvchilik hayotimda bir tarafdan o'qitish ishlari bilan, yana bir tarafdan tadqiqot ishlari bilan shug'ullandim. Tadqiqotimiz bizning guruhimizning tadqiqoti umuman ikki cho'ng temaga markazlashgan. Birisi daryo ekologiyasi. Tarim daryosiga hukumat mushunchalik ko'p pul xarjlab suv quyibdi. Mushu har bir kub metr suv mayli Aqsudagi dehqonlarning suyini tijash orqali kelsin yoki Ko'rildagi Baying'ulungdagi shu dehqonlarning suyini tijash orqali kelgan bo'lsa, nihoyat qimmatli suvni tuvan iqimiga bekordan-bekor eqitayotganning nima zaruriyati? Mushu suv oqqandan keyin zodi qanday ekologik natijalarni olib keldi. Mushu orqali qanchalik qum, bo'ron azaydi, qanchalik to'g'roq, yulg'un ko'kadi. Mushu narsa miqdorlik analiz qilish bizning tadqiqot yo'nalishimizning muhim bir tarafi. İkinchisi ben baydab o'tgandek, chang tuzanliq avarayi bizning Janubiy Xinjiangdan tortib, hatto Urumchi, Shimoliy Xinjiang, hatto bu Taklamakarning chang bo'ron qumlari Beijing va dengiz bo'yidagi bir qism shaharlarning beshini og'ritayotgan bir nihoyat muhim masala bo'lib qoldi. Mana bu shunday shahar muhitida biz qanday qilib turib insonlarning yoki bizning yashash muhitimizni texnik ekologik qurib chiqish orqali insonlarning yashash muhitini texnik yaxshilash haqida belgilik ilmiy qimmat yaxshilasida shahar ekologiyasi bu sohada yana tadqiqot olib bordik. Bayman bir misolni deb o'tdim. Endi bizning daladagi tadqiqotimiz hargiz azoda, jafosiz bo'lmaydi. Aksincha qanday nihoyat jafoliq, nihoyat jiddiy olib berildi. Chunki bizning ko'pincha tadqiqotimiz o'simlik bilan hamda tabiat bilan bo'lgan munosabat bo'lganligi uchun biz umuman yozda mashg'ulot qilamiz. Bu jarayonda Tarim daryosining tuvan iqimida, shu suvsiz muhitda nihoyat muhim rol o'ynayotgan to'g'roqni uzun mazgil kuzatdik, tadqiqildik. To'g'roqning shu 1 kvadrat metr doiradagi 5000 tupga yaqin to'g'roqni biz birdan kuzatib, zarmish to'g'roq bo'lmagan bo'lsa, davlatning 218 taş yo'li qumning ostida qolsa qanday qildik? Agar shu to'g'roq bo'lgandan keyin bu qumning ostida qilish qanchalik tizginlandi. Hamda hozir davlat yangidan qurayotgan, masalan, shu Ko'rildan Golmutga mangadigan temir yo'l.
agar to'g'rak o'rmon yepinisi bo'lmagan akfalaslar, hukumat bunga qanchalik ko'p pul xarjlash kerakdi deganga o'xshash ba'zi savollar bizning shu tadqiqotlarimiz orqali tadqiqot natijalarini asıl belgili darajada hukumat organlariga natija qilib yo'llandi. Undan başka şehir meselesini ben bayda öttüm. Şehir hemimizge ma'lum insanlar en yaxshi ko'rish o'ltiraq qilishni yoqtirmaydigan, lekin hech kim bu yerdan ayrilib ketamaydigan bir magnit shaklidagi bir o'rin. Hammamiz shahrimizning muhiti nacharlashib ketdi, qatnash qisqan bo'lib ketdi, havosi bulg'unib ketdi. Deymiz o, hech kim shahardan jiroq yerga berib yashashni yoqtirmaydi. Sabab nima? Bu yerda bayashat ama avam ba, belgülük ictimai iqtisod şarait ba, yeşillik ba. Hem de biz özümüzün şu bunun ilgili tadqiqotida belgülük bir şehirning şu Çangtuzang meselesini tadqiq qilishdan başqa, yani qatnash transport qanday bo'lsa bo'ladi. Masalan, G'arbda hozir moda bo'layotgan velosipedni bizning shaharlarimizga akilishning mumkinchiligi bormi yo'qmi? Bizning xalq qachon uyg'unib qatnash transport şu maşini setining o'rniga velosipedni tiklaydi. Bu şartda iznish, yani bizning tadqiqotimiz ikinci bir bölüge. Bu ekologiya degan narsa gerçi söz chatdan kirsimi, bizning urf odatimizda ekologiyaning ba'zi bir ximi turushlari bor. Biz tarixda uzun mezgil mush postalliklarda yashash jarayonida tabiat bilan ishqiyun tashqin bo'lib yashash mantiqasini urf odatimizda biz o'rgangan ham his qilgan. Şunlaşka bizim köplügen makal temsillerimiz var, kitaplarımız var, ata-analardan aldığan ta'lim, terbiyelerimiz var. Bunun hemmisi bizim medeniyetimizde ekologiye, tabiatga hürmet kılış asasında tabiatla dostlaşış, herkes düşmanlaşmışızlık hakkında nait terbiye hikmeti var, neseden nait köp var. Ama bunun hemmisi nereden geldi diyen vakti kişiliğimizin tartıp ekologilik meselelerini doğru analiz kılış. Tabiatı boğatkan mesela su azlık, su kemçili bo'lganda nima qanday chora qilib qo'llansak bo'ldi. Bulg'ug'ich modlarni qanday bir taraf qilamiz yoki bulg'imizni biz odatdagi oiladan boshlasak, masalan, suv isrofchiligini bir taraf qilish. Cho'ng ma'nodagi shahar bo'yicha ilib ketgan vaqtimizda qanday qilgan vaqtida biz suv az talab qilgan, iqtisodiy sarfiyoti az bo'lgan shu usullar orqali shaharning taraqqiyotini yoki oilada biz qanday qilib özümüzün örf adını cari kıldırgan asasda şu küçük işlerden başlayıp özümüzde şu tabiatla yaki tabiatla ekolojilik meseleleri olan tunuşumuzu aydınlaştırıp tabiatla nima işkin taşkın bulup yaşaş hakkında terbiyeler bizim mühim işlerimizin biri. Hem de ben çatalda turuş yerinde şu garipliklerin bulup Germanya'nın şu taki yesli marifini tatip ballarga qandaqdir müzik chalishni emas yoki chet el tilini o'rgatishni emas, kichikdan boshlab erkin tafakkur qilish, tabiat bilan o'zaro moslashish, qanday narsani qilsang bizga burun atalimiz xuddi yomon bo'ldi deb odati bilan o'rgatgan bo'lsa, bunimi Germaniyada shu muhit engini singdirishni, masalan, axlatlarni turga ayirish, oiladagi kichik ish, qarmoqni kichik ish. Qaysi axlatni men qaysi silak tashlash masalasi din tatip ama şu yesli marifida nait inç qilib o'rgatish orqali balalarning zehnini, balalarning faoliyatini umuman ekologilik yashash qarab yuzilmayotgan ahvollarni o'rgandim. Undan boshqa Germaniyada tuvan karbonlik yashash. Bu nait moda bo'layotgan bir yashash usuli. Bu tuvan karbonlik yashash deganimiz umuman mumkin ba biz turmushimizda qatnash transport asarlarida bo'lsin, umuman hammamiz ayrim birdan mashinaga chiqib emas, mumkin ba ommaviy qatnashni rivojlantirish, mumkin ba velosiped bilan ish qilib berish, shunday oddiy usullar orqali kishilarning tuvan karbonlik yashash mumkin ba muhitga nisbatan besim keltirmaslik nuqtasini chiqish qilgan ba'zi ishlar menga ta'sir qilgan. Masalan, meni tarbiyalab o'stirgan professor bu yil 76 yosh kirdi. Teni sog'lom, hozirgacha uydan xizmatga velosiped bilan boradi. Bu bir mashinani elish qudrati yo'qmi? Unda emas. Bu necha mashinani elish qudrati bor. Lekin buningdagi ang tabiat bilan ekologilik chambarchas o'zaro ta'sir qilmaslik asosida yashash, bu bir uqum yoki bu bir yetaklayotgan bir ideya. Uningdan boshqa ang muhimi birisi o'zining badan sog'lomligini bilib berish, mush orqali andikin karbon dioksidga o'xshash keraksiz gazlarning muhitga ta'siri azaysin deb umuman shu
velosiped bilan berib ish qilib kelgan ahvolni hozir 76 yoshli odamlar izchil davomlashyapti. Hamma odam nima velosipedni ishga tashabbus qilmoqchi emas, faqat mushu bir tama ko'l bo'ladiganga o'xshash hamma odam mushu ishqa belgilik darajada kuch chiqarsa, Urumchining havosining bulg'unishida belgilik bir to'yib qo'shgan bo'lamiz. Har bir uy o'zining aqlini turga ayirib, qayta foydalanilib bo'lganini bir, qayta foydalanilib bo'lmaydiganini bir qilsa, shahar ma'muriyatining ba'zi chiqimini tejab, muhitni qo'g'dashga nisbatan belgilik ta'sir foydasi bor deb o'ylayman. Demakchi o'g'limiz, muhit qo'g'dash qandayki qo'rqishlar bo'lib qolsa bo'lmaydi. Buning nisbatan tarbiya eng muhim. Bo'libmi tarbiya bo'lgandimi, mushu yasli ma'rifidan tortib paydin-pay tutish intayin muhim halqa. Bu jihatda har qaysi oliy maktab o'quvchilarining bugungi amsakbachilarining nihoyatda cho'ng roli bor deb qarayman. Şinjanның ekologiyasi haqida ba'zi tushunchalarni hosil qildik. Lekin ekologiyaning mohiyati boy aytgandek odam bilan tabiatning birlashgan holati menimcha ekologiyaning eng mukammal holati. Shuningdek oldi bilan biz o'zimizning psixik ekologiyamizni, ideya ekologiyamizni to'g'rilagan chog'da ondan tabiatga ta'sir ko'rsatishimiz mumkin. Bo'lmasa biz yana davomli tabiatning ustidan hukmronlik qilamiz deydigan ideya bo'lsa, bu chog'da chataq chiqadi. Assalamu alaykum Ümit Malim. Ümit Malim mening magistr va doktor aspirant yetakchim. Ümit Malim bilan men uchrashib 8 yil bo'ldi. Bu jarayonda burun anglab baxmagan hikoyalarni birga angladik. Bayatin Malim leksiyalaringizni anglab mundaq bir savol kallam paydo bo'lib qoldi. Masalan, ekologiya degan bu uqum bizning bu rayonimizda intayin moda bo'ldi. Masalan, e'lon taxtalari qarasak, darslik kitoblarda va yoki medialarda biz doim ekologiyani qo'g'dash, muhit asrash, sijil taraqqiyot tabiat bilan inoq ittifoq o'tish, ekologik madaniyat degandek shunga o'xshagan bir qator so'zlarni anglab turibmiz. Bundan butun ommaning bu ishga intayin ko'ngil bo'layotganligini his qilamiz, lekin harakat kelgan vaqtida muhit ini yoki ma'lum bir muhitga tutgan pozitsiya jihatda biz yana nurg'un kamchiliklar bor deb o'ylayman. Siz uzun muddat ichki davlat o'rtasida o'qitish va tadqiqot xizmati bilan shug'ullanyapsiz. Mush jarayonda germaniyaliklarning muhit engida qanday ilg'or taraflar va biz o'rganishga tegishli yoki biz shu muhit engini o'stirish jihatda qanday xizmatlarni ishlashimiz lozim deb o'ylaysiz? Rahmat. Meningcha masalan partiyaning 18-qurultayida ekologiya madaniyati shu partiyaning ba'zi nizomnomlariga kirishi davlatimizda bo'libmi rayonimizda yuqoridagi boshqarish tarmoqlaridan tortib butkul avomning ekologiya masalasiga bo'lgan bir tunishning bir ballaq yuqori ko'tarilganligining bir inkosi deb qarayman. Haqiqatan boya savol qo'yuvchi o'quvchimiz degandek, hozir ba'zilarimiz nati jiqishlar ekologiya cho'p ketdi. Ekologiya degan uqum o'zining doirasini halqib ketdi. Ekologik bino, ekologik ko'ngil etish so'rinlari, ekologik restoran, ekologik shahar. Endi buning zodi qanchalik qismi ekologik. Şu etilayotgan ekologik restoranda qanchalik tamoqlar jo'zida ishib qoladi. Bunchalik isrof bo'layotgan tamoqqa ketgan suv boyligi, diqqatning amgigi va boshqa narsalar qanchalik. Bu qanchalik ishib qolgan tamoq to'kilyapti. Buning inchki hisobotini qilish biz o'ylash tegishli masala. Men Germaniyadagilarning dunyoda mushundaq ilg'or mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli boshqa jamiyat taraq qilishati bo'lsin, ilg'or o'rin turishni ikki nuqtaga yig'inchoqligini olgan. Birisi vaqt ko'z qarashi va tirishchanligi. Bu intayin muhim, hamda odam tirishmasa, olg'a intilmasa, harakatlantirish kuch bo'lmasa, jamiyatda, odamning o'zida, jamiyatda va ma'lum bir davlatda ilgirlash bo'lmaydi. Yana bir muhim narsa tejashlik va buzib chashmaslik mantiqasi. Bu Germaniyaliklarning kishigidan tortib cho'ng'icha singib ketgan bir muhim ideya. Ortiqcha ishga nisbatan buzib chechishak isrofxo'rlik nihoyatda az. Bu taki yesli ma'rifidan boshlab umlashib ketgan bir hadis bo'lg'achqa, oildimi, jamiyatdimi, shu tabiat bilan ishqin tashqin bo'lib
yashash mintaqasi bo'lg'achqa, bu jihatda bizning sal oldinroq mangdu deb o'ylayman. Lekin bizning mamlakatimizmi buning oxirida emas. Hozir sijil taraqqiyot so'zlanyapti. Atalmış sijil taraqqiyot boshqa narsa emas. Iqtisodning eshigiga kepillik qilgan asosda jamiyati bayashat, inoq, ekologiyasi sog'lom bo'lgan taraqqiyot qilishni biz sijil taraqqiyot deb ataymiz. Bizning davlatimizmi, bizning jamiyatimizmi cho'qim hozir inoq jamiyat barpo qilish cho'ng shuvari ostida iqtisodni yuksaltirish bilan birga ekologik muhitni qo'g'dash engini va odatdagi o'sha avomning tabiat bilan inoq o'tish shartiga engini yuqori ko'tarish sharti cho'qim buningki yaxshi xizmatlarni ishlaydi deb o'ylayman. Assalomu alaykum Ümit muallim. Ben Yolcay Xalmamat bo'laman. Mening sizdan sormoqchi bo'lgan savolim, siz Şinjan Universitetining tunji qarar aspirant o'quvchi ekansiz. Siz shu vaqtda nima uchun taqsimot bo'yicha xizmat qilmay davomli o'qishni qalab qoldingiz? Mushu haqida qisqacha to'xtalib bergan bo'lsangiz. Rast bizning coğrafya kasbidan biz Şinjan Universiteti tunji qarar aspirant qabul qilishda shu baxt yoki bir omad bizning üstümüzü kepti. Hem de hakikaten şu vaqtda bizning yana qayta vaqtda sizlarga o'xshash xizmatni o'zingizlar topadigan yo'q. Oliy maktabda herhalde yaxshi bitagandan bizga hukumat xizmat biladi, xizmat sharoitimizmi batiya. Lekin men shu bir narsam kam qolgandek his qildim. Meningcha to'liq kurs o'quvchilarning nima aspirant o'quvchilarning bir mayatli farqi mustaqilligida ifodalanadi. To'liq kursdagi o'quvchilar umuman biz passif holda o'qituvchilarning yetaklishi oldisida o'zimizni tarbiyalashga tirishimiz. Aspirantlik mening nazarimda bir g'oya, chiqim o'rlab o'qishning bir baldigi deb o'yladim. Chunki aspirantlik o'qish yolg'iz o'qituvchining ishi emas. Cho'qim shu o'tqa, shu suvga sakrab kirgan o'quvchining alayda iqtidori, belgilik e'tiqodi, jafoga chidash irodasi deganga o'xshash narsa bo'lish kerak. Men de o'yladim, shu aspirantlik o'qishni o'qish orqali o'zimni texnik yaxshi kuchaysam, cho'qim men undan keyin texnik yaxshiroq bo'lgan xizmatdan birini topa olishim mumkin deb. Shu munosabat bilan aspirantlikni o'qidik, aspirantlikni o'qib bo'lgandan keyin Şinjan Universiteti o'qituvchi bo'lib qoldim. Umuman shu vaqtga umuman ideyam bilimga intilish yolg'iz shu to'liq kurslar emas, texnik yuqori o'rlab o'qish, aspirant o'qish mening bundan keyingi xizmat uchun texnik yaxshi sharoit hozirlaydi degan xiyol mening kallamga kelgan. Shunga shu bir fursatdan foydalanib, o'zimni texnik to'liqlab yetildirish uchun shu yo'lga mangan edim. Assalomu alaykum Ümit muallim. Ben Şinjan Universitetining kelgan yoshlar vakili Ahmadjon. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, elimizda bir balbog' bir yo'l strategiyasi yo'l qo'yildi. Bu strategiyaning asosli maqsadi elimiz bilan O'rta Osiyo, G'arb Osiyo va qo'shni davlatlar orasidagi savdo va madaniyat aloqasini kuchaytirish. Endi sizningcha shu strategiyaning rayonimizningki sijil taraqqiyoti va muhitni yaxshilash uchun qanday real ahamiyati bor? Rahmat. Yaxshi bu savolni ahamiyatli savol deb qarayman. Meningcha Jungo hukumati yaqinqi 2-3 yil mobaynida bir balbog' bir yo'l siyosatini yo'l qo'ydi. Hamda hammamizga ma'lum Şinjan shu bir balbog' bir yo'l o'tadigan muhim o'tanning toza halqliq yerga joylashgan. Hamda shunday bir muhim halqliq o'tanning o'zi cho'qim ekologiya jihatda naiti bexatar bo'lish kerak. Bu bexatarlik deganimizda masalan hech qanday bir kapitalist o'zining nait ko'p mablag'ini ko'tarib kelib, muhiti naiti nacharlashib ketayotgan yoki bundan keyin texnik nacharlash xavfi bo'lgan o'ringa mablag' sanmaydi. Mablag'ni jalb qilishda meningcha bu yashash muhiti, ekologik muhit, tog' daryolarimizning sog'lomligi bu naiti muhim rol tutadi. Shunlashqa meningcha Muşmen'den kılpet kalktı yalnız orunla emez. Şu Şinjan'daki her kayısı bostalıklarının ekologik sağlamlık yani sicil tarakkatı, muhitini qoğdaşla bağlanışlık, muhitini qoğdaş, texnik köp,
sirtdan kirdigan shu kapitalni o'ziga jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Undan boshqa hammamizga ma'lum, hozir Şinjan'ı merkez kılıp Cumhur'un şu O'rta Osiyo bozorlarini egallash jihatda Şinjan'ın coğrafyalik o'rni intayin muhim. Bu ya faqat şu material yetkazishga bir iskilotli bo'lib qolmasdan, undan boshqa qatnash transport, madaniyat almashtirish, modda almashtirish qatorliqda muhim o'rin tutadi. Yaqinqi yillarda hammalar ehtimol anglagan bo'lishinglar mumkin. Jungo hukumati Pokistonning Karachi shahriga yaqinlash Gadava portni ishlatish huquqini setib oldi. Hamda mushagida Şinjan'dan o'tadigan cho'ng temir yo'lni yasavatdi. Mushu temir yo'lning yasalib shaga mal tushilish uchun bir ekologik muhit yaxshi bo'lgan, qum bo'ronlari az bo'lgan, yashash muhiti yaxshi bo'lgan bir Şinjan zemini kerak. Mushu nuqtani qilib aytgan vaqtda umuman Şinjan ekologiyasining, Şinjan muhitining texmi sog'lom, yaxshi ravishda taraqqiy qilishi, iqtisodning ushqanday taraqqiy qilishi bilan birga muhitning sog'lom saqlanib qilishi Cumhur'un şu bir yol, bir belbağ siyasetinin icra kılınışlarına ait mühim rol oynadı deb qarayman. Assalamu alaykum Ümit Muallim. Anlaşımca siz özünüzün aspirantlık ilmi maqalınızı mən şu nılqıdaki bir Xanzu əsalçinin oyusida izib tamamlapsınız. Ama mənim bilişimcə həm də bu aspirantlık ilmi maqalısını döv kitaplar arasında yoki bo'lmasa ham aslari to'liq bo'lgan mana shu tajribaxonlarda yozuv deb o'ylayman, ham shundan bo'lishi kerak. Ammo sizning shu ishingizni bir tushuntirib bersangiz. Bu rasmining aspirantlik maqalam shu vaqtdagi bizning tanliq Uyg'ur botanik alimi Mijit Xudavadi ma'lumining yetakchiligida Şinjan'ın asal manbasi o'simliklari şu universal paydalanish haqida bo'lgan. Bay ehtimol men xato anglab qoldim yoki savol qo'yish taraf xato anglab qoldim. Men hamda bir Xanzu asalchining uyini ijaraga kelib, maqolamni tutla yozganim emas. Lekin haqiqatan men ashna bir asalchining uyida berib turib, 10 kuncha turib, mushu asal ishlab chiqarish jarayoni qanday bo'ldi ekan, o'zim amaliyotni o'tkazish orqali mushu asal manbai o'simliklarni bir tadqiqotni qilib chiqqan. Endi bu bir oddiy masala, oddiy hikoya. Lekin bu yerda bir narsani o'quvchilarga deb yurdi. Endi men to'liq kursga o'quvchilarga bunday ko'p praktika yoki tabiat bilan bo'lgan o'rganish bosqichi ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin bu aspirantlarga nisbatan bu o'zi tadqiqmoqchi bo'lgan masalani to'liq tunish, bu meseleni ameliyatı bivasta bu meseleden ameliyatı dokuruşuş, bunu kanda bir taraf kılış. Meselesini ameliyatını ötküzüş menince aspirantlık okuşunun naiti mühim bir basqıç dep oylayman. Her kandak bir aspirant makalesi özü işleniyotgan tema etrafında dalı hizmet kılmasa, ameliyatga çoğunkur çökmese bu makale çoğun piçak olup kalıdı. Begizlik olmay kaldı. Şunlaşkan menin arkadaşım şu Naq maydondagi yak televizor ko'rayotgan aspirantlik saviyasidagi shu o'quvchilarning dan kutadigan umidim cho'qim biz o'zimizning o'rganish jarayonida amaliyotga chunqur cho'kishimiz, ba'zi kitobiy bilimlarni amaliyotni o'tkazishimiz, ba'zi qalbimizdan o'tmagan ba'zi masalalarni amaliyotga tatbiq qilishimiz bu sizlarning buningdagi o'rlab o'qishingizda nihoyatda muhim bo'lgan, o'tmasanglar bo'lmaydigan bir muhim bir o'tkinchi mazmun deb qarayman. Ümit Muallim yaxshimisiz? Men yoshlar vakili Abdug'ani bo'laman. Yaqinqi bir qancha yildan buyon chet elga chiqib o'qishni orzu qiladigan yoshlar bag'ansir ko'paymoqda. Buning ichida ba'zilari ota-onalarininki xohishi bilan va yoki ba'zilari o'zi yoqtirib chet elga chiqib o'qishni orzu qilib bordi. Mesela yaşlarımızın arasında özününki tirişçilik orqali o'qish mukofot puliga erishib, ondan keyin chiqqan bolalar oz emas. Yani bir kısımlar köp başkalarınki bundak abroy his qilib chet elga chiqishni orzu qiladigan yoshlar oz emas. Muşta mesele qarta siz hozirmish shu chet elga chiqishni orzu qiladigan yoshlar va shularninki ota-onalarga qanday taklif fikrlaringiz bor, qanday yurak so'zlaringiz bor, shuni anglab olgan bo'lsak. Rahmat. Rahmat.
menimcha bu savolga javob berish nisbatan ko'p kuch talab qilgan savol. Endi shuna bo'lsa men o'zimning tushunchisini baqay. Menimcha yoshlarda chet elga chiqib o'qish irodasiga kelish menimcha bu bir ijobiy ko'z qarash deb o'ylayman. Bizda endi shu shahar ko'rgandan qo'rqitadigan bir maqol tamsil bor. Umuman o'zimiz sirtqa chiqib ko'rib bir narsani his qilib kelsak, bu bir bilish. Lekin har qanday bir qizg'inlik bu cho'qim belgilik bir asos bo'lganlar, sharoiti pishib yetilganlar, u yaxshi natijaga erishalaydi. Qandaqdir o'zimizga tayyorlik puxta bo'lmay, kishilarning aytib bergan yoki oiladagi ota-onamizning to'xtasan o'qish bitagandan keyin xizmatsiz qalding, chatda ehtimol texmo yaxshi fursatlar bordi deb o'zimizning tayyorligi bo'sh holda chet elga chiqib qolsak, ehtimol ba'zi bir qiyinchiliklarga yo'l qo'yishimiz mumkin. Bizde bir kino bo'lgan mening bilishimcha, bu kinoning ismi Qo'rg'on, Hanzuchi Wei-Chung degan kino. Bunun Chen Daoming degan rolchi baş rol olib chiqqan kino, sizlar bilamsizlar. Buningda bir so'z bor. Qo'rg'on ichidagilarning sirtqa chiqisi keladi, sirtdagilarning ichiga kirgisi keladi. Bu nimani tushuntirib turdi deganda, odamning hissiyoti har vaqt amaliyotdan ustun turdi. Hissiyot, talpinish har vaqt sizlarni kutayotgan amaliyotdan ustun turdi bu. Şunlaşqa, endi bu chatga chiqish bu hozir jamiyatimizda umumlashib qolgan bir qizg'inlikkan. Men bu yerda so'g'aq so'z aytganim yo'q. Lekin sharoiti pishib yetilmagan. Bu sharoit deganimizda masalan til sharoiti. Eng oldi bilan o'ylashligimiz til sharoiti. Undan boshqa sizning psixikalik sharoitingiz. Zodi siz qanchalik jafoga bardosh qilib olasizsiz. Sizlar kutayotgan jafoga siz zodi chiqqandan keyin bardosh qilib olamsiz, biramamsiz. Onundan başka iqtisadi ketadigan şu selinma ata-onangizning sizga samoqchi bo'lgan selinmasi zodi arzimamdi. Sizning vujudingiz orqali shu selingan chiqimdan ko'proq keyin sizga bir usul alalamsiz, alamamsiz. Şu masalani menimcha yoshlarga aytib, puxta o'ylash kerak deb o'ylayman. Menimcha sharoit pishib yetilmagan, hatto ba'zilari shu o'ttir maktab bitmagan akfalasiz chiqib ketib, u yerda ya ananing mehriga to'liq qolmagan, ya davlatning mehriga to'liq qolmagan, ya yurt makonning mehriga to'liq qolmagan. Bunda bo'lgandan japa sizlarni ep ketadigan akfallar bo'ldi. Demakchi men bu yoshlarga deydiganim, chatga chiqib o'qish, mushu ideyaga kelish, til jihatdan, iqtisodiy jihatdan, psixik jihatdan va boshqa yana obyektiv sabablar tufaylidan cho'qim belgili darajada sharoit hazırlagan laga texim yaxshi natija olib keldi. Shunga qarg'ulachish qilishdan sal saqlanib, cho'qim uzanlik sharoitini texim betish asosida lekin chatga chiqib o'qishni o'ylasanglar, men texim yaxshi natija berarmikin deb o'ylayman. Evet, muallim yaxshimsiz. Men Şinjan Pedagogik Üniversitesi'den geldim. Benim ismim Nesime Nesir'den. Men özüm Ürümçi'de doğulup ösken. Hemimiz görüp duruptuk Ürümçi'nin hazırki şehirliş teraqqiyatına ait tez boğatıdı. Bırak bu jarayanda Ürümçi'ninki muhitida nurgun meseleler görüldü. Bunun için hükümet kök asman kuruluşunu yolu koyup ekologiyalik sicil teraqqiyatını ta'kidlab muhit ve ekologiyani qo'g'dash uchun nurgun mablag' saldi, kuch chiqadi. Bizning hozirgi yashash muhitimiz burunqiga qaraganda ko'p yaxshilandi. Endi mening sizdan so'ramoqchi bo'lganim, sizcha hozirgi Ürümçininki asmini haqiqatan ko'kmi? Bo'lsa muhit va ekologiya ilmiy nuqtasidan bir so'zlab bergan bo'lsangiz, rahmat. Rahmat. Men gerçi bu temini maxsus tadqiqilgan bo'lmasam, o'zimning tushunchimni deb baqay. Haqiqatan Ürümçi shahri yaqinqi 10 yil mobaynida şu kök asman qurilishi nihoyat ko'p kuch chiqadi, ham mablag' soldi. Bu mablag'ning unumi mening ko'z qarashimcha xili yaxshi bo'ldi, yomon emas deb qarayman. Yaxshilanishning bo'linishida ikki narsalar ko'rvoqli bo'ldi. Birisi şu yaqinqi 5 yil mobaynida menimcha Ürümçi shahridagi yiqilg'i qurilmasida cho'ng o'zgarish bo'ldi. Burun hammamiz ko'mir qalaydik. Endi ko'mirning qalanganligi golulardan yoki
Turg'ulardan chiqayotgan is Urumchi shahrini bulg'aydigan muhim bir bulg'uvchi modulati. Hozir bu ko'mirning o'rniga biz tabiiy gaz yoqilg'isi qilib o'zgardik. Burun biz bir uyning isinish uchun qishda 1000 yuan xarjlagan bo'lsak, hozir tabiiy gazni yoqilg'iga vaqtimizda 2500 yuan xarjlaymiz. Aslidagining ichki yirmasi qimmatli degan so'z. Bu maqsad nima deganda, Urumchining havosi sog'lom bo'lsin, kök asman qurilishi texnik yaxshi natija bersin deb qo'yamiz. Lekin hukumat buning uchun haqiqatan g'ayratga kelib, mushu sohada ko'p sarmoya sevatidi. Ben bir yerde nimin demoqchi deganda, umuman yaqingi 10 yillik izchil kurash jarayonida Urumchining havosida qisman yaxshilanishlar bo'ldi. Gerçi biz degan xalqaroliq kök asman saviyasidagi havo sifatiga yetmasimi? Herhalde yillik bulg'angan havoning soni biroz azaydi, lekin nihoyatda afsus, qum bo'ronliq havo rayi yana Urumchida nihoyatda davomli ketyapti. Buning uchun bundan keyin ekologik nuqtadan Urumchi shahrining havo bulg'anishdagi tabiiy sanoat omillari emas, o'zimizning bir qism yerlik o'rbatidagi moslashgan yeshillashtirish andisi orqali havoni saqlashtirish haqida texnik ko'p xizmatlarning ishlanishini umid qilaman. Demek Ümit Xalqninki neçe 10 yılının yağı Germaniyada tatkan japaları. Andın Germaniyadan başlap Tarım deryasına girip bizning Teklimakanda tatkan japalarının hemmisinin çoğun bizning ekologiyamizda tegishlik roli ve kıymeti var deb o'ylaymiz. Şundan birge Ümit Kamninki bugünkü sahnede bizga so'zlab bergan barliq qarashlarning, tajribalarning bizning yoshlarimizningki o'rganishiga, olg'a besishiga ve tadqiqot qilishiga nisbatan yani tegishli ahamiyati bor deb qaraymiz. Hem Ümit Kamninki bu xil ro'yining davomli bizning jamiyatimizga ta'sir ko'rsatishini umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat, kelar sanat ko'rishaylik.